Bemorimiz 94-yil yoshligida tug'ma son chiqig'i bilan davolangan. Endi mana vaqtlar o'tib, o'sha tug'ma son chiqig'ining asorati quymichlarida chap tomonlama tug'ma, ya'ni displastik ko'ksartruv shakllanib qoldi. Shuni hisobiga quymichda harakat faoliyati cheklandi. Yurishlarda oqsaqlanish paydo bo'lib qoldi. Oqsaqlanish shu quymishdagi yoshligidagi tug'ma son chiqig'ining asoratini hisobiga son suyagini boshchasi yemirilib qolganligini hisobiga oyog'ida kaltalik bo'lib qoldi. Endi bundan bag'i bemorda nafaqat quymichida, balki bel sohasida, chop sohasida og'riq, muolaja olsa ham muolajani muddati uzoqqa cho'zilmayapti. Ya'ni bitta muolaja olsa 1 oy 2 oyga ta'sir qilyapti, keyin yana og'riq paydo bo'lib qolyapti. Endi biz klinikamizdagi barcha tekshiruvlar qilgan holatda, ustozlar bilan fikrlagan holatda chap tomonlama total endoprotezlash amaliyotini mana amalga oshiryapmiz. Bundan maqsad bemorda harakat faoliyatini yana ham yaxshilash. Ikkinchisi, eng muhimi bu og'riqni yo'qotish. Endi inson og'riqsiz yashasa bu qanday mazza? O'shaning uchun bemorimiz muolaja olaverib, oxiri muolajani foydasi qilmaganligi tufayli bizga kelgan klinikamizga. Endi ilohim operatsiyamiz juda ham muvaffaqiyatli o'tsin. Shu sohada qiynalayotgan jamiki O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham shunaqa bemorlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Klinikamizga kelishadi, hamma tekshiruvlarni qilamiz. Agar haqiqatda endoprotezga mos bo'lsa endoprotez qo'yib beramiz, bo'lmasam davolab uylariga javob beramiz.